Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana xudo xolisa bugun ertalab avtobusimiz yetib keldi. 12-chistaga va 16-chistaga avtobuslarimiz mana Pakatga qo'yilgan. Bu 12-chida ketadigan avtobusimiz. Mana Primoy Buxoroga boradi. Moskva Toshkent, Moskva Buxoro, Moskva Samarqand, Moskva Qashqadaryo yo'nalishlari bo'yicha mana qor yog'yapti. Moskvada qor aka-ukalar mana. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Komfortabil avtobusimiz yetib keldi. Ideal sostoyaniyada zaryadchik ustroystvolarimiz, monitorlarimiz bari mavjud. Ekranda ishonchli raqamlar bo'ladi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. 12-chisida jo'nab ketadigan avtobusimiz mana. Cobaltlarimiz ham bor, xudo xolasa 12-chisida yo'lga chiqadi. Cobalt narxlari 15 ming rubldan, avtobuslarimiz aka 7,5 mingdan. Bemalol abrashasiya qilaverasizlar. Yarim pulga arzon avtobus mana. Ekranda ishonchli raqamlar bo'ladi. Avtovokzaldan gapiryapmiz. Ekranga ishonchli raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Moskvada qor aka-ukalar mana. O'zbekiston nomerida avtobusga ketish istagida bo'lgan vatandoshlarimiz bog'lanaverasizlar.